Usta aka, menga qarang, menga qarang. Ustalar ham tilloga tegib ketdi. Havo 50 gradus isib ketyapti. Bolalar uyda sovqatyapti. Nimadir qilib suvarga qilishga buni qarang. Aka, o'zingizni bossang, avtob boshingizni urib qo'ydi. Uyim uyda bola sovqatyapti. Buni suvarga qilamizmi? Suvarga nima qilamiz? Tashlang. Aka, bu pechkalarda davr o'tgan. Tutamaydigan eng zo'r yonadigan mana bu katyollarni ko'ryapsizmi? 150 kvadratdan boshlanib 500 kvadratgacha qilib beradi. Zo'r ekan. Manzil Farg'onani Marg'ilonidan bo'lyapti. Bunkuriga bitta ko'mirni solasiz, 3 kungacha umuman qaramaysiz. Zo'ridan bo'ladi. Dvayno redaktor 220 ga ishlaydi. Motorlari hamma yo'g'iga 1 yil garantiyasi bor. 150 kvadratligi narxi 1050 dollar. 200 kvadratligi 1200 dollar. Vodiyga dastavkasi ichida. Zo'r ekan. Qadrdonim, xohlasangiz topli polga ulay, xohlasangiz radiatorga eng zo'rlaridan bo'ladi. Nomerni bering bo'lmasam. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqiling. Endi bola-chaqangiz ko'mirdan zaharlanmaydi, bitta yoqasiz, bitta pechkani yoqib, bitta uyda isitgandan bitta katyolni yoqib 10 ta xonani isitsangiz zo'r bo'ladi.